Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va yangi texnologiyalar, zamonaviy avtomobillar hamda eng so'nggi yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Automachine Channel har doim sizga eng ishonchli, ravon va qiziqarli kontent yetkazishni o'z oldiga maqsad qilgan bo'lib, bugun biz sizga ajoyib hashamat ramzi bo'lgan Cadillac Escalade S haqida to'liq ma'lumotlar taqdim etamiz. Ushbu model zamonaviy dizayn, zamonaviy texnologiyalar, yuqori quvvat va nafislikni birlashtirgan noyob avtomobil bo'lib, uning har bir detali premium darajadagi yondashuv bilan yaratilgan. Cadillac Escalade S o'zining keng hajmli kuzovi, kuchli dvigateli, ilg'or xavfsizlik tizimlari va hayratlanarli darajadagi salon imkoniyatlari bilan nafaqat haydovchilarni, balki butun avtomobil ixlosmandlarini o'ziga jalb qiladi. Mazkur modelda 6,2 litrli kuchli 8 dvigatel qo'llanilgan bo'lib, u o'z navbatida yo'lda mislsiz tortish kuchini va ajoyib tezlanishni ta'minlaydi. Shuningdek, avtomobilning massasi va hajmiga qaramay, barqaror va sokin boshqaruv imkonini beradi. Cadillac muhandislari ushbu versiyani ishlab chiqishda nafaqat kuchga e'tibor qaratgan, balki yo'lning har qanday sharoitida qulaylik va muvozanatni ta'minlashni ham maqsad qilgan. Bunday darajadagi qulaylikni avtomobilning adaptiv osma tizimi va yuqori sezgir boshqaruv mexanizmi yanada mustahkamlaydi. Salon qismida esa juda nafis, keng va funksional muhit yaratilgan bo'lib, unda premium charm qoplamalar, yog'och bezaklar, yumshoq yoritish, keng formatdagi displeylar va maksimal ergonomika uyg'unlashgan. Har bir o'rindiq ustuvor qulaylik uchun mo'ljallangan bo'lib, isitish va sovutish funksiyalari, shuningdek, elektr sozlov tizimlari ham mavjud. Cadillac Escalade S'ning multimediyasi ham o'ziga xos darajada ilg'or bo'lib, unda yuqori aniqlikdagi OLED ekranlar, quduqdek tiniq ovoz beruvchi premium audio tizimi, ulanishning barcha zamonaviy standartlari va haydovchiga yordam beruvchi aqlli funksiyalar mavjud. Ulardan biri 360 darajali kamera tizimi bo'lib, u tor joylarda harakatlanish yoki parkovka jarayonini ancha osonlashtiradi. Bundan tashqari, avtomobilning xavfsizlik bo'yicha yondashuvi ham eng yuqori darajada ishlab chiqilgan. Unda avariya xavfini oldindan aniqlovchi tizimlar, favqulodda to'xtatish yordamchisi, chiziqni ushlab turish mexanizmi, piyodalarni aniqlash sensori, tezlikni moslashtiruvchi kruiz nazorat kabi keng ko'lamli himoya imkoniyatlari mavjud. Ushbu funksiyalar nafaqat haydovchi, balki barcha yo'lovchilarning to'liq xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Cadillac Escalade S tashqi ko'rinishida ham o'zining kattaligi, qat'iy chiziqlari, massiv panjarasi, o'tkir chiroqlari va qora rangning chuqur jilosiga ega bo'lgan kuzovi bilan nihoyatda jozibador ko'rinadi. Ayniqsa qora rang bu modelga o'zgacha hashamat va kuch bag'ishlaydi. Uni ko'rgan har qanday insonning diqqatini tortmasdan iloji yo'q. Katta gildiraklar va ulkan kuzov esa unga yanada ta'sirchan ko'rinish beradi. Cadillac Escalade S yagona avtomobil bo'libgina qolmay, balki o'z egasiga shaxsiy maqom, nafis did va sifatli hayot tarzini aks ettiruvchi o'ziga xos ramzdir. Automachine Channel siz uchun shu kabi premium modellarning barcha jihatlarini yoritishda davom etadi. Videoni yakunlar ekanmiz. Kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Yangi videolarda yana ko'rishguncha